Qo'lingiz qaltirayaptimi? Asabdan bo'lishi mumkin yoki Parkinson. Buni farqini bilish juda muhim. Tipik atipik parkinsonizm. Bu neurologiyada juda katta mavzu. Qisqacha qilib aytganda, bizda baxt gormonlari bo'ladi: dopamin, serotonin, oksitotsin, endorfin. Parkinsonizmda xuddi shu baxt gormoni dopamin yetishmovchiligi hisobiga kelib chiqadigan kasallik. Parkinsonizm bilan og'rigan bemorlarda dastlabki belgilar dastlab bir tomonlama, keyinchalik ikki tomonlama qo'llarning qaltirashlari, tremorlar, harakatni sustligi, harakatni kambag'allashishi, keyinchalik yuz emotsiyalarini to'la ifoda olmaslik belgilari kuzatiladi. Bu kasallik progressiv rivojlanib, orqaga qaytmaydigan jarayon hisoblanadi. Shuning uchun bu kasallikda erta tashxis qo'yish va preparatlarni erta qabul qilishni boshlash juda muhimdir. Agarda o'zingizda yoki yaqinlaringizda qo'llarning qaltirashi yoki harakat sustligini kuzatyapsizmi? Bunga bee'tibor bo'lmang. Albatta Robiya klinikasiga murojaat qiling. Biz sizlarga aniq tashxis va samarali davo qo'llashga harakat qilamiz.